4-qism. Bedenini asta ko'tarib, Canshun tarafga qarab kelyotdi. Canshun rastlığı qo'rqdi. Bedenler qo'rqindan qaytib ketgan edi. Tuyuqsiz o ayol yotoq ichida leylashga boshladi. Uning oqirib ketgan yuzi, yinayotgan bir jup ko'zi. Canshun cho'chiginicha ko'zlarini yo'g'on ichib o'rnidan dast turib ketdi. Tushunganda. Ko'z oldi qop-qorong'u edi. O qo'lini so'zib, silab beqibdi. Oldida hech nima yo'q. To'rt atrof qabristonga o'xshash jimjit edi. Lekin tuyuqsiz boshqacha bir ohangdagi qo'shni karvatdan kelgan "Salom" degan ovoz uni cho'chitib etdi. Haqiqatan yotoqda odam bor edi. Atrof qorong'u bo'lg'achqa hech nima ko'ygini bo'lmaydi. Yana bir karvatga chiqib kelganicha kallasi peqirashga boshladi. Balki u boya hojatxonadan chiqib kelgan vaqtda yotoqqa xato kirib qolgan bo'lishi mumkin. Bu mehmonxona yotoqlari bekli o'xshash bo'lib, shikib o'pmoqshash edi. U oltinchi yotoq, ya'ni hiliqi nervi kasal boya yotoq kirib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin Canshun yana o'ylanib qoldi. U boya yotoq kirgan vaqtda boyiq kiyim shu yer esilib tursa, demak u yotoqqa xato kirmagan. Balki hiliqi nervi kasal u hojatxonaga chiqib ketgan fursatdan foydalanib kirib olgan bo'lishi mumkin. Albatta buning hammasi uning farzi xolos. Boya u ishni chanta qilgan. Hozir u oldi bilan chiroqni yoqib, qarshi tarafni chiroyini ko'rib chiqish kerak. U karvat beshidagi chiroqning knopkasini besib edi, chiroq yonmadi. Bu ovoz qarshi tarafni uyg'otib etdimi qandoq? U yana "Salom, salom" deb chaqirg'ilibdi. Canshun bir xil umiddan o'zdi. O karvatdan asta tushib, kiyimini kiygandan keyin shishtirib asta surilib ketyotdi. Uning putlari titrab, yuragi barg'ansir tez so'qiyotdi. Oxiri ishqaldiq keldi. Shishni tutqichini tatib, amdil ichib kaynik o'rilib ketdi. Boyiq ayol uningga qarab turibdi. Yana shu oppoq ko'ylak kiygan ayol "Salom" deb chaqirg'ilib turdi. Canshun o'latirishga qarmay yugurganicha uddul cho'ng yo'lga chiqdi. Taliga oldig'il bir taksi keldi. U hosirg'ancha chiqib, "Ustam, mashina tezroq qayda. Hozir soat necha bo'ldi?" "Hozir soat 3:30 o'tdi. Nega borsiz?" "Mayli, avval haydan." U ko'zini yumg'unicha boyiqi mehmonxonada yuz bergan har bir ishlarni o'ylayotdi. O'ylagan siri uni bilgani bo'lmaydigan bir xil qo'rqinish chirmib oldi. Tong etishig'la taksi bilan mehmonxonaning oldiga kelib, uddulli mehmonlarni tizimlash uyiga kirishiga "Oy, nima hammanglar buncha baldir turib ketdinglar o'rninglardan?" "Hammanglar?" "Ha, shu Huangzhou sizdan baldir turib, yotoqni qaytirib ketib bo'ldi." "Nima? Apla!" Canshun hangvaqini turib kelib, oldirab uddul 5-nomerlik yotoqning oldiga kelib qarasa, yotoqning ishki changilib bog'liq. Ishini ichib qarab edi, chopini hali ham shu joziq esiqliq. Yana bir karvatning yotgan ko'plari ratlik qoldi yig'liq. Xuddi hech kim yetib baqmagandeklar. Canshun mayuslangancha uy kirib turib edi, telefon sayrashga boshladi. "Ha, ko'rdim. Men hozir uzun yo'llik avtobus bekitida hozirlar Changye shahriga qarab yo'lga chiqaman." "U ketib bo'ldi." "U ketdi? Ne ketdi?" Canshun oqshomdan beri bo'lgan ishlarni uning so'zlab berdi. "Gap qilmaysiz-ku Huangzhou, sizga bir ish bo'lmaganda, ha?" "Bu ablah bo'ldi. U nega borsin, endi ishkinchi uni istamayman." U shundoq deb yig'lashga boshladi. "Bo'ldi Huangzhou, unda qilmang." Canshun bilan Huangzhou davomli aloqalashadi. Burunga o'xshamaydigani ba'zida Huangzhou telefon qilib qo'yatdi. Biroq ular telefonda nihoyat tortinchoq edi. Uning ustiga so'zlash vaqti nihoyat qisqa bo'lg'achqa bir-biriga tekallub qilib salomlashib qo'yatdi. Uzoq o'tmay Huangzhou o'zining bir yan telefon setib olganligini aytib, nomerini Canshunga aytib berdi. Oxiri Huangzhou xatida Canshun bo'lgan muhabbatini bilinmas ifodaladi. U samimiylik bilan olim aytib to'qotgan chaqda Canshun uning qalbida hech qanday ta'sir qoldirmagan. Uningga bo'lgan qiziqishi keyin aloqa jarayonida paydo bo'lgan.
o'qish bitirgandan keyin Jangshun ikki qayta muhabbatlashib, ikkilisida mag'lubiyat bilan oyoqlashdi. Sababi qizlar uni bekli qatmal deb o'ylaydi. Uning orzusidagi qizlar bo'lsa, ishminja sodda edi. Biroq u Xuanjao, yiroqdagi Xuanjao dan uning tasavvuridagi qiz edi. U shu qiz bilan bo'lgan aloqasining normal emasligini his qiladi. Bugungi kunda qatnash baq qulaylik bo'lib ketdi. Yer sharining yana bir chetlik bo'lgan taqdirdimi ko'p vaqt ketmaydi. Xuanjao ikkisining oraliqi faqat necha yuz chaqirim keldigan bo'lib, bir yildan ko'proq vaqtdan buyon uning bilan yuzturani ko'rishib boqmagan edi. Hozir aloqa taraqqiy qildi. Har qancha tog' daryolar ayirib turgan bo'lsa-mu, har kuni qarshi tarafdan ovozini anglag'ili. Hatto har kuni qarshi tarafdan chiroyini ko'rgini bo'ladi. Biroq u ikkilis izchil pochtkesh orqali muhabbatlashdi. Bir mezgil Xuanjaoning xati yo'qolib ketdi. Jangshun uning yan telefoni urdi, natijada etik chiqdi. Oxiri bir kuni Xuanjao uning telefon qildi. Singlim u Kongjalovda paydo bo'pti. Xabarni anglabla kecha kunduz yo'l yurib, uni izlab borgandim. Afsus o singlim emaskan. Men butunlay umidsizlandim. Balkim o o'lib ketgandi. Unda xumaydi, qalayimqan o'ylamam. Hech kimning bu ish bilan kori yo'q. Men bak yolg'izlik his qilyapman. Men bog'u xotirjam bo'ling-a, dedi Jangshun fursatni g'animat bilib. Xuanjao bir pas sukut turib, biz ko'rsa qandoq? Yaxshi-ku, at ko'rshamdik. Bugun bo'lsin. Bo'ladi. Men sizni qandoq qiz deyman? Siz So'ngyan o'ltiraq rayonini bilasiz-ku. Men So'ngyan o'ltiraq rayonidagi heliq uyda sizni saqlayman. Jangshun Jejang shahriga yetib qolganda qorong'u tushib ketgan edi. U yaqin yo'l bilan So'ngyan o'ltiraq rayoniga keldi. 4-bino, 4-korpus, 202-uyning oldida turib, uning yuragi dupildab so'qib ketdi. U jiddiylikli qolmay bir shumliqni g'uvayis qildi. Balkim uning hammasi Xuan familiyaning oxirgi kiyimkiga oltining uning qalbida qolgan soyasi bo'lsa kerak. U shishni chekdi, shishga childi. Lekin kim o'ylagan deysiz? Bir notanish ayol uning oldida paydo bo'ldi. Jangshunning yuragi birdilla dupildab so'qib ketdi. Bu ayol bir qur holranli kiyim kiyib olgan bo'lib, uxlash kiyimiga o'xshaydi. Uning chechi bek uzun bo'lib, bir holran qisqish qisib olgan bo'lib, og'zida holran qiyniq lavsur surkib olgan bo'lib, jalbkor ko'rinadi. U nihoyat o'g'riq edi. Ammo bir jup yo'g'on ko'zi chaqnab turadi. U Janjangga tikilib qarab, kulimsirab turadi. Bir dasta qizil attirgulni quchoqlab turgan Jangshun bir dalla nima qilarini bilmay qoldi. Siz Jangshun bo'lamsiz? U ayol avval yig'izashdi. Ha, men shu siz. Men Xuanjao. Jangshun butunlay gangirab qoldi. Siz bu u ayol kulib turib, "Avval uyga kiring", dedi. Jangjan bir qadam ilgirlashga jur'at qilolmay, eshik sirtida hang'ib turib uning qaradi. Bu odam albatta Xuanjao emas, 3 yil emas, 300 yil, 3000 yil bo'lsa-mu, bir odamning chiroyidimi bundoq cho'ng o'zgarish bo'lishi mumkin emas-da. Undaqda u kim? Jangshun birdilla. U Xuan, u otasining qiyofati kirib, Jangshunni aldab keldi. Biroq Jangshun bilan telefonlashganlarning hammasi o'xshash bir odam. U qachondan boshlab Xuan familiyasini qo'g'lashgan? Undaqda Jangshun uning aloqalashadigan odam otasi-mi yoki nervi kasal singlisimi? U o'zini g'oyat zo'r sirliq hang'uchib ketgandek his qildi. U ayol qo'rqib ketganligini ko'rib, "Amaliyotda men hargizmi sizning oliy maktabdagi saboqdoshingiz emas. Sizning birinchi xitingizni topshirib olgandan keyin men bu dunyoda men bilan o'xshash ismli odamning borligiga hayron qoldim. Shuning bilan men xotirlashgan peti siz bilan xatchak aloqasini boshladim." Jangshun uning ko'ziga tikilib qaradi. Uning qarashicha bu ayol ancha chiroyli emas, lekin ancha sakna emas. Faqat uning qishi sal g'alita shu. "Kechiring, men sizni oldidim. Biroq men shunda qo'yladim. Agar men rostilla hiliqi Xuanjao bo'lgan bo'lsam, undaqda gazet bizning taqdirimizdi. Men hiliqi Xuanjao emas, lekin Xuanjao dal ikkimizning taqdiri. Acaba siz bunda qaramamsiz?" Bu reallikni Jangshunning qabul qilishi tez.